Shunday bo'ladiki, biz insonlar e'tiborli bo'lishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Majlisda, ko'chada, to'yda, biron bir joyda e'tiborli bo'lishni juda ham xohlaymiz. Keyinchalik o'sha 1000 ta insonlar bizga e'tibor berib qarashdi. Xo'p, sizga savol. O'sha 1000 ta inson sizga e'tibor berib qaradi, lekin hech qaysi hurmat qilmaydi. Siz bundan faxrlanyapsizmi? Yo'q. Siz bundan yig'lashingiz kerak. Chunki deganda 1000 ta insonga e'tiborli bo'lgandan ko'ra bittagina insonga e'tiborli bo'ling, ana o'shandan faxrlanishingiz mumkin. O'sha 1000 ta insonga e'tiborli bo'lish uchun to'g'ri, noto'g'ri, yolg'on fikrlarimizni gapiramiz. Xo'p, mayli. O'sha 1000 ta inson sizning fikringizni ma'qulladi. Undan chiqdi sizni noto'g'ri bergan fikringiz to'g'ri bo'lib qoladimi? Yo'q, u hech qachon to'g'ri bo'lmaydi. Oradan 10 yil, 15 yil o'tsa ham sizni bergan noto'g'ri fikringiz fosh bo'ladi. O'shanda siz nima ahvolda tushib qolasiz? Uyalib qolasiz. Mayli. O'sha 1000 ta inson sizga e'tibor bermasin. Bittagina inson sizga e'tibor berdimi? Siz o'shanga ham to'g'ri fikringizni ayting. Mayli, o'sha 1000 ta inson sizning fikringizni noto'g'ri desin. Bittagina inson sizning fikringizni to'g'ri desin. Siz ana o'shandan faxrlaning. Oradan 10 yil, 15 yil o'tgandan keyin ham sizning fikringiz haqiqatan to'g'ri ekanligi fosh bo'ladi. Ana o'shanda siz kekkayib yurasiz. Marra sizniki bo'ladi. Hamma sizni qo'llab-quvvatlaydi. O'sha payt o'sha 1000 ta insonlar sizni qo'llab-quvvatlashmaganidan ular pushaymon yeyishadi, siz emas. 1000 ta insonga noto'g'ri fikringizni berib, o'zingizni obro'yingizni to'kkandan ko'ra, bitta insonga to'g'ri fikringizni bering-da, olg'a yuring. 1000 ta insonga e'tiborli bo'lish uchun har xil gaplarni gapirmang-da. Bitta insonga go'zal, aqlli gapingizni gapiring va obro'yingizni yo'qotmang.